O yaqinlarim, assalomu alaykum. Tuzimizlar, sog' salomatmisizlar? Xudo xohlasa bugun navbatdagi Labo mashinasiga bortli tent o'rnatib berdik. Akalarim, bu bortli tent haqida sizlarga ko'plab ma'lumotlar berib o'taman va video oxirida narxi bilan tanishtirib o'taman. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlayverasizlar. Unda obzorni boshlaymiz. Xo'p, akalarim, bu tentimizning balandligini bortdan tepasi 120 qilib berganmiz. Qalin turetskiy 700 grammlik tentdan foydalanib, chiroyli qilib bichib tikib berganmiz. Va bu tentimizda hech qanaqa suv ketib qolmaydi. Mana bu yer avtomobil bilan ulashgan joyi. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Choklarga ham ahamiyat qarataverasizlar, juda sifatli chiqqan. Va bu bortli tentimiz asosan qishloq xo'jalik mahsulotlari, yem, xashak, undan tashqari mol, qo'y tashsangiz ham bemalol bo'ladi. Va endi orqa qismiga o'tamiz. Orqasiga keladigan bo'lsak, lentachalik qilib berganmiz. Bitta ahamiyat qarataverasizlar va orqa eshigini tepaga damazlikda ochiladigan qilib berganmiz. Hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Ko'pchilik so'rashyapti, bu bortli tent qancha vaqtda tayyor bo'ladi, qancha vaqtda o'rnatib berasizlar deganlarga, atiga 3 soat, 4 soat ichida mana shu tentimizni o'rnatib beramiz va hujjatlardan hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Birdan hamma narsasini, hujjatlarini ham to'g'rilab chiqarib yuboramiz. Xo'p, endi eshikni ko'ramiz. Orqa eshigiga ahamiyat qarataverasizlar. Damazlikda ochiladigan qilib berganmiz. Nasos silindrlari o'rnatilgan va ichiga o'zingizlar bitta ahamiyat qarataverasizlar. Profillari juda zid joylashgan. 4x4 va 4x2 profillardan foydalanib yasab berganmiz. O'zingizlar ustalarimiz mehnatiga kommentariyada xolis fikrlarni yozib qoldirib ketasizlar va endi eng qiziq joyi bu bortli tentimizning narxi. Narxiga keladigan bo'lsak, bu bortli tentimiz 3,5 million so'mga tayyor bo'lgan. Buni ichiga kiradi, tent kiradi, ustidagi materiali, ichidagi karkasi va orqasi damazlikda ochiladigan qilib beramiz. Agar orqa eshik bo'lmasa, 500 ming arzon bo'ladi, 3 million so'mga tayyor bo'ladi. Xohlovchilarga ikki tarafga ochiladigan qilib berganmiz, xohlovchilarga bir tarafga ochiladigan qilib beramiz. Va undan tashqari bizda yig'ma tent ham mavjud. Yig'ma tent atiga 3 million so'm, uni ham 3 soat, 4 soat ichida o'rnatib beramiz va bu tentimizga ham katta kafolatimiz bor. Kimga shunaqa bortli tent o'rnatish, yig'ma tent o'rnatish xizmatlari kerak bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqarasizlar. Aytib o'tganimdek, atiga 3 soat, 4 soat ichida mana shunaqa bortli tentlarni o'rnatib beramiz. Narxi 3,5 million so'm. Musofirda yurgan akalarim mana shu pastdagi telefon raqamlari orqali bemalol WhatsApp, Telegramdan aloqaga chiqsangizlar, to'liq ma'lumotlarni ham berib o'tamiz. Manzilimizga keladigan bo'lsak, bizning manzillarimiz Navoiy shahri va Samarqand shahrida joylashgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasiz. Avtofurgoz To'rtavlon. Sog', salomat bo'ling.